Yuqori darajadagi komfort hamda sportkar quvvatini o'zida jamlashtirgan avtomobil sotuvda. E'tiboringiz markazida BMW 760i modeli. Ushbu avtomobil 4.4 litrli twin turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 544 ta ot kuchiga ega. Shu gavdasi bilan 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 4.2 sekundda tezlanadi. Avtomobil 2025-yilda ishlab chiqarilgan va 7400 km masofa bosib o'tgan. Holati a'lo darajada, kraskalari top-toza, kuzov to'liq broneplyonka qilingan. Avtomobil eng yuqori komplektatsiyalardan birida. Xo'p, pnevmopodveska bor, orqa g'ildiraklari buriladi. Eng qizig'i, 4 ta eshik ham elektr quvvatida ochiladi hamda yopiladi. Ichki qism to'liq jigarrang charm bilan qoplangan. Old hamda orqa o'rindiqlar to'liq elektr quvvatida boshqariladi, isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Yordamchi tizimlar barchasi mavjud. Adaptiv cruise, Distronic, 360 gradus kamera, avtoparkovka bular mavjud. Endi orqa yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi komfortga e'tibor bering. Orqa yo'lovchilar uchun oddiy monitor emas, balki katta kinoteatr kabi monitori ham bor. Undan tashqari yana juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimiz narxi $190 ming. Naqd, nasiya savdo hamda trading asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun A Bozor Premiumga tashrif buyuring yoki quyida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.